Assalomu alaykum, kiribdi TJ kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribmisizlar? Nakонец-то do'stlar, yana videoga o'zim chiqishga harakat qilyapman. Tak do'stlar, bu video shundan iboratki, o'tgan safar bitta saytda mining sayt reklama qilaman deb aytgandim. Ancha vaqt bo'ldi, yodimdan chiqib ketadi to'g'risi. Videoda aytib o'taman deyman, yodimdan chiqib ketadi-da. Pul chiqarib ko'rsataman deyman, u cho'ta yoddan chiqib ketyapti. Sayt 100% to'lab beryapti. Paka sayt to'lovda. Faqat kam to'lab beryapti, kam. Bir kun 24 soat ichida какой-то bir marta to'lab beryapti. Где-то 1 rublga yetar-yetmas to'lab beryapti. O'shani hozir bir ko'rsatib o'taman. Undan oldingi safar uzrlayapsizlar. Orada bir saytlarda nimaga qo'ygandim, sotuvga. Ikkinchi akkauntni sotuvga qo'ygandim. Kimdir olaman degandi, paka shu bilan unga men aytmadim. 5-6-so'ga kutib tur dedi, shu bilan kutdim ham, даже bironta boshqa svязga ham chiqqan yo'q. Shunday qolib ketdi u. Boshqa men ham svязga nima qilaman, har marta aytib o'taman deyman, u yoddan chiqib ketadi. O'sha sayt paka turibdi, sotiladi. Короче, o'zlaringiz hozir ko'rib o'tasizlar, nechta sayt silver o'rinida, qolgani qaysi o'rinda, hammasini ko'rsatib o'taman. Sayt endi oldingi safar bilmayman qancha deganimda, yodimdan chiqibdi. Где-то 15,000 rubl deganmanmi yoki 13,000 deganmanmi? 13,000ga biz dogovor qilgandik aslida bir kishi bilan. 6-7 ga pul bo'ladi dedi-yu, lekin boshqa u ham biron narsa demadi, men ham boshqa so'ramadim, shunday qolib ketdi. Keyin har marta videoni aytib o'taman deyman, yodimdan chiqib ketadi to'g'risi. Videoim o'zi cho'zilib ketadi, o'shaning uchun aytishga ham vaqt bo'lmaydi. Xo'p do'stlar, hozir videoni o'chiramiz. Sizlarga ko'rsatib o'taman, qaysi sayt qaysi o'rinda, keyin o'sha Lightpick saytini mining saytida Litecoin ishlaydigan saytda pulni chiqarib ko'rsatamiz. Xo'p do'stlar, ketdik bo'lmasa.